Hey hammaga salom do'stlar, sizlar bilan bugun Aizot kanali. Bugungi videomiz Car Parking multiplayer o'yinidan bo'ladi. Bugun Germaniyadan aynan men uchun Special for me degan yozuvda M5 Competition Sport kelgan. Competition o'zi kelgan, sport endi o'zimiz saqlaymiz. U 28 minglik dop obviously qo'shilgan, ya'ni qo'shimcha narsa qo'shtirganman. O'zbekiston bayrog'ini qo'shtirganman. Diska, tormozli sistema и karbon tomiga qo'shtirganman. I motori 4 litrli twin turbo 984 o'z kuchi. Bu stage 2+ dan Germaniyadan kelgan. Ya'ni made in Germany deganda. Germany degan joydan kelgan. O'sha yerda ya'ni o'sha yerda ham o'sha BMW официальный tuning atelyesidan kelgan mashina bu. Qaramasam konteynerdan tushirilgan, samolyotdan kelgan, mana konteynerda turibdi. Voy M5 Competition. Yangi restyling bumper, arqa bumper mashina juda ochgan. Qani birinchi on qarayli ichini. Taq. Ochildi. Ket. Mashina yuryapti. Mashina diskasi juda chiroyli. M5 Competition Sport. Bugungi videomizda mana shu M5 Competition'ni polniy diskasi deyman. Polniy tonirovka, bronli plyonka, spoiler orqasiga и nomer taqamiz. Nomerim o'sha 85 888 SBA nomer taqamiz bu yoqqa. Chunki o'sha nomer firma Zatni privetda uchadi. Aynan special for me degan, special for you deganda. M5 Competition o'sha restyling varianti. Kimga yo'qsa kommentarda yozib qo'yinglar. Sizlarga Mercedes yoki BMW. O'shani yozib qo'yinglar, yozib qoldiringlar. O'shandan minnatdor bo'lasizlar. Ozgina charchaganman. Ahmad bermaslar sizlar. Video kechasi Motion bakın işte tonirovka demiyorum. Sizlarga sekin bosangizni mana bu yoqqa kirib chiqay. Tonirovka o'tirib chiqay. Mana tonirovka o'tiramiz biz. Sekin bu yerga tonirovka o'tiramiz. Ya qo'yamiz. Mana o'tiramiz. Polni payga uramiz. Sekin moshina o'sha quflaymiz. Mana bu kalni qo'ldirib ketamiz. İsmini yozib qo'yaman Anvar aka shu kalni olib ketdim. O'zi olasiz. Deb hisob qilinglar. Hozir 1 soatdan keyin qaytib ko'rishamiz. Obunachilar, hozir Anvar aka telefon qildilar menga. Oradan 1 kun o'tdi. Mashina tayyor olib ket debdilar. Ketdi endi. Ana mashinani ko'raychi. Their performance. Bemalol ancha ko'ringlar. O'zimiz nomer 888 3 8 SBA. Spoiler qo'ydirdim. Ana oddiroqdan qo'ydirdim. Keyin savar kartasi qo'yamiz. Diska o'ziniki tonirovka polni bo'ldi. Hozircha shular endi. Keyin mashinada ozgina ishlab bo'ldi. Uni keyin ko'rsatmaslik. Sekin olib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, mashina tonirovka tashqaridan 120, tashqaridan 120, ichidan 50 ko'rinadi. Oddiy ko'rinadi. Chunki yaxshidan o'rdirdim. Kechasi yoz ko'rsataman sizlarga. Kechasi чтобы yaxshi ko'rinish uchun bokovoylarga. Bu mashinani o'zi nima qilamiz bilasizlarmi? Qaranglar.
Tormoz. 1, 2, 3. Revede. Bir daqiqa. Qaranglar. Ko'rasizlar, kavlaydi. Bu kavlaydi. O, sal qoldi. Aytgancha bugun uyimizga boramiz. Uyimizga borib, Uzumarketdan emas, Yandexdan Uzumarketdan narsam kelgan dostavka. Motion tomiga migalka, ichiga ham migalka qo'yamiz. Motion tashqarisi xunuk ko'rinib qoladi. Ya'ni banditlar borku, tipasiga tomiga mana kichkina yumaloq nima qo'yib beradi. Migalka. Ana shundan qo'yamiz. Qarab turinglar. Sekin böyle emişti. Qaranglar. 1, 2, 3. Hozir ketdik, magazin bo'lib kerak. Avtomagazin bo'lib kerak. Avtomagazin qayerda edi? Avtomagazinga hozir boramiz. Video ongacha bu yog'ini a few moments later qo'yaraman. A few moments later. Короче, ana bu burgerxona. Mana shaxsiy biznesim, pul kelib turadi. Şeydan bemalol yursanglar bo'ladi. Kerak bo'lsa azotni nomidanman deb anshiga kelsanglar, sizlar tekinga beringlar. Hazırlaşayım yana. Ana seriyazdan varamaylar onu. Ne? Berdan burgerxona bu bilmayman kimniki. Bu o'shani orqasida nima bor? Zapchastxona. O'shaga borib zakaz berib qo'yganman. Uzumarket o'sha orqasida bo'lish kerak. O'sha orqasidan o'tib ha, ikkinchi bir ukam men bilan birga. Hammaga salom do'stlar. Aka mana video olishni boshlaymiz. Dastavka kelgan. Dastavka shidamidi? Ha, sherda edi. Adashmasam. Dastavka sherda. Yo, boshqacha. Mana shu yerda. Ha, mana Masha qo'yib ketganlar. Eshna sekin chiqamiz. Bir daqiqada sizlar bilan bir daqiqadan keyin ko'rishamiz. Hozir bir daqiqa kutib turinglar, migalka qo'yib chiqaman. Do'stlar, mana chiqdik. Ana migalka sirena qo'yib chiqdik do'stlar. Qani? Ancha vaqt. Yonishni ko'rasizlarmi bitta? Ovozi endi eshitilmaydi chunki motion bilan nima hamma joyda ovozini yo'q qo'yaman chunki videoga ta'sir qiladi u narsa. Qaranglar. Turibdilar? Davay. Yo'q. Olmaydi. Refrigem qo'ydik ana. Chavlab. Mana sekin revida qo'yib yuborish kerak. Quyida bo'lib ketamiz. Ketdi. Shundan quyida bo'lib ketadi qaranglar. Pap. Jarang. Uruy turibdi. Yangi mashina. Voy. Pachaq bo'lib ketdi mashina. Do'stlar, Anvar aka olib yana ketamiz. To'g'ri keldinglar. Anvar aka o'sha yerda yangi nima qilibdi, hozir 5 minutda ta'mirlabdi sekin. Anvar aka yangi joy ochibdilar o'sha yerda. Aytgancha bu biznesga kelmaydilar. Chunki sotyapti. 3 soatda sotildi bechora. Yaxshi joy ekan, o'rta joy. Maylicha. Anvar aka yangi texnologiya qaranglar. Voy. Ukam $15,000 ketdi. Nima qilamiz endi? Voy. Sekin. $15,000midi? Hozir biznesda borib yechamiz. Biznesda pul kelib turadi. Hazırlashdim, u joy sotmadim men. To'g'rirog'i investitsiya yanada yaxshiroq burger, lavash, pavoshlar qilishni boshladim. Qaranglar, ket. Lavash keyin 18,000 yig'ibdi. Shiqchang, mana 18,000 pul yig'ilsizlar. Zarar qilib-da? Zarari $8 ketdi. Sekin chiqamiz.
$8 qo'shilgan ekan. Porchiga og'amiz. Bizga yetadi. Svetoforga to'xta emas, bo'lsam daryo jo'laydi bu. Sekin to'xtang svetoforga. Boya qayerda urib oldik? Yana edi. Qurib qolgan mujra. Ha, juda qurib qoldi. Ha. Men necha. Halam gayiga shmak. Ketdik sekin bosamiz. Hammasiga abjir bo'lmaymiz-ku. Mana shu BMW. Aytgancha, bu Megalkan ruxsatnomasini oldim, gayiga ishga kirib. Agar gayiga ishga kirgan haqida video chiqishni xohlasalar, shu video 10 ta like yozish kerak. Ham kommentariy yozib qo'yinglar. Gayi video qachon deb. Gayi video agar shu video bir kun ichiga 10 ta like yig'sa, gayi video chiqamizlar. Ruxsatnomasini oldik, akam. Gayi video. Ya'ni politsiya bilamiz. Bir kun emas, endi har kun bo'veramiz. Megalkani o'sha uchun olibman. Bo'lmasam hammaga xayr do'stlar, shu yerda tugatamiz. Men ishga kirishim kerak. Ruxsatnomam olishim kerak, kiraman yoki kirmayman. Hammaga xayr do'stlar, sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan Aizot kanali va ukam Amirbek bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariy yozib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr, sog' bo'linglar.